Bu hammaga yoqadigan Leapmotor C16 2026 restyling. 别墅里面敞开，水池里面银龙鱼。 O'rindiqlarning endi 4 tasida massaj obduf obogrevi bor va ikkinchi qator o'rindiqlarni birlashtirsangiz bo'ladi. 2026-yilgi modelimiz full pozitsiyasida endi bar tagida muzlatgich va mikrovolnovka joy olgan. Eshik ruchkalari doim tashqariga chiqib turadi. Elektrli variantimiz bitta zaryadda endi 630 km. Gibrid modelimiz esa tokda 280 km. Aralash siklda 1200 yura oladi. 3 yil kafolat bilan Leapmotor Index avtosalonidan o'zingizga qulay usulda xarid qilishingiz mumkin. Bu hammaga yoqadigan Leapmotor C16 2026 restyling. 别墅里面敞开，水池里面银龙鱼。 O'rindiqlarning endi 4 tasida massaj obduf obogrevi bor va ikkinchi qator o'rindiqlarni birlashtirsangiz bo'ladi. 2026-yilgi modelimiz full pozitsiyasida endi bar tagida muzlatgich va mikrovolnovka joy olgan. Eshik ruchkalari doim tashqariga chiqib turadi. Elektrli variantimiz bitta zaryadda endi 630 km. Gibrid modelimiz esa tokda 280 km. Aralash siklda 1200 yura oladi. 3 yil kafolat bilan Leapmotor Index avtosalonidan o'zingizga qulay usulda xarid qilishingiz mumkin.